Sizlar bilan birga bugun ishchi hayoti bo'ladi. Qilmasam ketdi boshladik. Voy, ertalabdan. Bugun ishga borish kerak edi. Mendan ish qidirish kerak. Hozir men yonimga borib kelay. Telefon iPhone 15. Voy, men botdagi Merda yukaysaydi, hemen bitti. Mer kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Ha, nima? Yordam. Ha, mer menga ish kerak edi. Senmi? Har doim ertalab zombilarni o'ldirasan. Keyin hozir menga agar o'zlarini tozalab bersang, senga 64 ta almas beraman. Ha, bo'ldi. Ha, nima aka? Akalar nima deysizlar? Ha, deyorimi? Ha, bo'ldi. Mana yo. Nima? Yer sotiladi. $10,000. Ha. Buni bitta video qilamiz. Hozir pulim yo'q edi. Voy, nima zaqlaman borishdi. Hozir mer yoniga borib kerak, nima ish qilamiz ekan? Aytvoradi. Mer, men nima ish qilay? Hozir agarotlarni tozalaymi? Ha. Bo'ldi, tozalab kelamiz bitta agarot. Ketdi. Akalar, menga siz yordam bera olinglar. 100 ta bo'lsinga. Sizlar yordaminglar kerak bo'lib turibdi. Biz yaqinda stream qilamiz. Stream qilishni bilsak, men yana qanaqa o'yinlardan video chiqaray? Kommentda qoldiringlar. İlk bo'lamizda, короче, bu merdiyoniga boramiz, bizga pul beradi. Boramizda. Kiramiz merdiyoniga. Mer, tak, kirish mumkinmi? Ha, kir. Mer, men tozalab bo'ldim, короче. Men tashladim sizga. Sandalyaga solib qo'yaman. iPhone'imni tashlabman. Qimmat turadi. Ko'p pul turadi. 15 million turadi, короче. Ko'p pul bu iPhone'im. Qimmat bu, qimmat. Nimani qimmat deyapsan? iPhone'im. Oy. Qalbim. Men kompyuterim bor edi. Mana bu miyasi. Bitta. Nima? Mana. Yaxshi. Hozir videoni rek qiladigan yerni ko'rsatib olay. Hozir chiqib olay. Mana shu yerda YouTube'da boshida shu yerda rek qilamiz. Mana bu yerda esa bunaqa nimalar qurildi. Hamma yoqda nima bo'lib tashlaydilar. Короче, kelar bu. Bizning videolarimiz rekka chiqishi uchun sizlar yordam bera olinglar. Bizning videolarimiz ham rekka chiqsin. iPhone 15 Pro Max. Prezidentimiz shunaqa qilib berdi yo'llarda. Keyingi videoda mana shu yerni sotib olaman-da, sizlarga video qilaman. Do'kon quraman. Mana xayr do'stlar, sizlar bilan Gari bo'ldi. Bugun ertaga ana shu sotib olamiz, video qilamiz, do'kon quramiz, savdo qilamiz. Shuning uchun
videomizni rekasish uchun sizlarni yordaminglar kerak bo'ladi. Hammaga xayr. Keyingi videolarda sog' salomat bo'linglar.